rosa pozitivni har doim kelib yuradigan klientlarimizga yangi novinka skidkaga kelgan chiroyli servirovkamizni qilib berdik. Endi Kenajon chestni odzivlarni aytib bersangiz, narxiga, sifatiga arziydimi? Judayam arziydi, rahmat. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Mana Bagema 002 ga kelib yangi yo'ldan keldik. Bo'lmasam qancha chinni bor, boshqa bor. Biz hamisha shularga klient biz. Qalay Kenajon, yoqdimi o'zingizga? Ha, juda ham yoqdi. To'g'risini aytsam, menga hamma narsa ham yoqurmaydi, lekin shuni ko'rdim, juda ham yoqtirdi. Men narxi ham skidkada ekan. Xursand bo'lib ketyapmiz yangi yilga. O'lsin, biz Bagemaga to'yamizmi, to'ymaymizmi? 3 tadan 4 tadan uyimizda Bagema bor. Skidka deganini eshitib yugurib keldik. Biz ham qimmatga xavotir olmaylik, skidkada olamiz zo'r-zo'rlarni. Klient qaranglar. Zahrapam baraka topsinlar, bor har doim xalqqa o'ylab, почти o'zini narxidan ham masa arzon qo'yib tashlaydilar. Shuning uchun adashmasdan shu kelaverasizlar bemalol. Yangi yilda biz ham mazza qilaylik, kelinglar. Yoqdimi Kenajon? Yoqdi, rosali zo'r. Narxlari ham yoqdi. Arzon qilib berganingiz uchun kattakon rahmat sizlarga. Endi bugun olganimga men xursand bo'laman.